Assalomu alaykum muxlisoni aziz. Mana biz boya ro'zi xursandi Urgut shahrashbonda mana Kenja onajonimiz o'tirishon haftada chorba doromaysen. Az nomi farzandoshon tabrik mikunam. Onajon sog' gardid, salomat gardid. Ilohim sadxoba daromida nafir farzandotuna davrishonba duo qada gardid. Rabbim ayla ehtiyot, xasta qilma onamni. Ularsiz yashash og'ir, tingla bir bor nolamni. O'tinaman ey Tangrim, xasta qilma onamni. Onajonim, onamman, mehribonim jonimman. Onajonim, onamman, mehribonim jonimman. Otamning ko'ngil ardog'i, jonajonim onamman. Otamning suyukli yori, jannat ko'sham onamman. Mehribon tushunarlar odamni, jonini ayla omon, xasta qilma onamni. Keltirdilar dunyoga, ko'rdi qancha alamni. Chidadilar sinovda, xasta qilma onamni. Dil yarim bilasan lek, yangilama yaramni. Qo'yib hayotimga chek, xasta qilma onamni. Mushtoqdirlar yo'limga, qalbin tilma onamni. Rozidirman o'limga, xasta qilma onamni. Onajon, tavallud ayyollaringiz muborak bo'lsin. Aytingchi, kimni nomidan keldik sizni tabriklab? Qizlarim, o'g'illarim, nevara, evara hammasi o'tida. Kelinglarchi. Albatta bitta qarsaklaringiz bo'lsin. Eng birinchi navbatda Ravshan akamiz, G'olibjon Baxtiyor, marhabo, marhamat, Firuza, Xadicha, O'g'loy, Zarina, Nargiza, keliningiz Munira, barcha nevaralaringiz nomidan tabrik muborak etish uchun keldik. Onajon, tavallud ayyollaringiz muborak bo'lsin. Sizga uzoq umr, sihat, salomatlik, farzandlaringizni baxti kamolini ko'rib yurishingizni tilakdoshimiz. Eng birinchi navbatda sizni xursand qilish uchun, ko'nglingizni ko'tarish uchun dunyodagi eng chiroyli gullarni olib keldik. Marhamat.
Onajon shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin yana bir bor. Necha kundan beri farzandlaringiz bilan gaplashib turamiz. Onajoningizni qanday so'zlar bilan tabriklaylik, ta'rif beraylik deganimizda ular bizga aytdilarki, bugun bizni bu dunyoga kelishimizga sababchi bo'lgan inson, bizni duogo'yimiz, mehribonimiz, volidai muhtaramimizni bugun tavalludiyomlari. Shu fursatdan foydalanib, biz ularni juda ham yaxshi ko'rishimizni aytmoqchimiz. Ularni borliklariga Tangridan shukronalar so'raymiz. Yuz yoshga to'lganimizda ham oldimizda duogo'yimiz bo'lib yurishlarini tilakdoshimiz. Onajonim uchun biz keragidan ortiq narsalarni qilamiz deb aytdilar. Doim onajonimizga talbinib yashaymiz. Quyosh bizga qanchalik kerak bo'lsa, onajonimiz ham biz uchun shunchalik kerakdir. Doim baxtimizga sog'-salomat bo'lib yursinlar deb aytdilar. Onajon, shukrona kunlar muborak bo'lsin. Ana endi ruxsat bersangiz, farzandlaringiz nomidan siz uchun 2 misra she'rimiz bor. Ruxsat berasizmi? Marhamat. Kimlar uchun yuksaklarga parvoz etgan zo'rman men. Lekin ular bilmaydilar, hali hamon g'urman men. Yonimdagi jannatimni ko'rolmagan ko'rman men. Chin manzilim yonimda-yu, uzoqlarni ko'zlatman. Yonginangizda yuribman-u, qarigani sezmabman. Oy o'tarkan, yil o'tarkan. Lekin onaizor farzandi nima bersa shuni yutarkan. Qariganda oshqozonga hatto non ham botarkan. Yumshoq nonni qandga qo'shib qaymoq bilan bermabman. Yonginangizda yuribman-u, qarigani sezmabman. Dunyoga keltiribsiz, oq yuvib oq tarafsiz. Umri uzoq bo'lsin deb yaratgandan so'rabsiz. Menchi o'ylab kulibman, zerikmabman, bezmabman. Yonginangizda yuribman-u, qarigani sezmabman deb mana shunday chiroyli she'rlar bilan farzandlaringiz tabriklayaptilar. Onajon, shukrona kunlar muborak bo'lsin yana bir bor. Sovg'alarimiz hali tugagani yo'q. Farzandlaringizni siz uchun yana arzimagan sovg'alari bor ekan. بچه من کلام شود مراغ مقصدش برسد دردش بیش حضورش بیند کلیم بیارم یه های بیند همه تا مراغ مقصدم ساق سلامت داده
albatta man men davronlashdagi aziz o'ytukomov va yaxta chizib e'tiborlar bilan mehostam onajon onamiz haftada 4 ta daramaysiz albatta muhim namroz az nami farzandaton az nami kelinaton nevaraton tabrikkan bo'lmasin lekin onajon shuni didagi rizqo az nami farzandaton shuni kagi mehnat hoya man o'ylam kuram hozir ancha mo'g'ul naqshagida peshtara hayot chiqildi mana farzandatonlarki muhim mana men shimonomda tabrik metinaga yoshigarima isomni berdi hamma peshi bejononda kulchomoya mo'g'uldagi nonoshoni mo'g'uldagi o'shoshoni hiç vaqt aysomonam bo'lib qadar modarama budagi shonga shukur hamma xonadoni hozir dunyoda undagomba faxr mukunaydi farzandaton hamma shoni tabrik etsan haqiqatan farzand hoya chiqil budagi shoni in qadar modaradagi tarbiya hoshon qadar modaradagi mehroshon dash farzand hoya kutayonanda onamiz hamma farzandaton onamja bo'lishida bejonomga xursand qiling bejonom sog' gardandan ilohim niyatoshon rastagardan mana davronda hoji ona mana duo qildim mana xeyr sog' havo daromada yonaton bo'lsa albatta gaz hoji ona sog' gardan onajon ilohim sadxoba dareton mana jishtigi hamma onajon homo chiqatira umid hoki farzand qabul qilsin inohoya farzandoshon sog' salomat qolishda qadam modaroshonga xizmat qilaman undan qo'yi qalon bolaroman davraga qo'ytimonanja qo'ytimon o'g'il aytaman jam navbata az bir ishimo ichki banaqdagi niyat hoshon has marhamat eting Dijon sad badavaye, saramo sovg'atdi. Ganda labzadagi bo'lsang kechirib kuni. Onajon farzandlaringiz nomidan shirinlik o'qiganmiz. Ana shunday shirinliklardek hayotingiz ham shirin bo'lishini tilakdoshimiz. Birgalikda shamchalarni o'chiramiz, qani ketdik. Baxtiyor kim qani? Men nazik tajriba moderatorni betaman. Hoyli bakalay, Ravshan aka marhamat. Onajonlarimiz baxtimizga sog'-salomat bo'lib yurishsin. Bugun albatta quvonchli kun, quvonchli kunlarga sho'x-sho'x qo'shiqlar, raqslar yarashadi. Onajonimizni, farzandlarini, o'g'illarini, qizlarini, barcha yaqinlarini marhamat davramizga yaqinroq taklif qilamiz. Navbat raqsga marhamat.
ey rahmat, salomat bo'linglar. Onajon, boz یک بار bizni xursandlikdan muborak shavad. Vaqt ham xil guzashtiraftan miktas. Farzandotongga rahmat. Ham xil biz xo'y xursandlikdan ham o'sha hayot ham xil bosta farzand ham farzandon muhtim. Farzandoshon ham xil miraftasdan, lekin imroz hammaga xursandki, biz bejonoga zotirzashmiz. Ona Hamon ko'rim o'qtiman. Onajon, albatta mana این فرزند های پسر فرزند ها به خیلی میکنم تورشته چون که خواهم پسر بودن روی من دوران بشتیم فرزنداتم وقتی امروز با سوق گرده کنم چون که من یوگیزه من این اکیم غیبه که من وقتی که من روشن که من خدا تو رو شروع کنم آنجا هم خیلی سوق گرده خرسان گرده من اگر رخصت دیگر نوبت خاطرم میتونم همه فرزنداتم نیوراتون رو دور کنم آنجا rahmat barchakum duxtarom pisarom nevara evarog'im hammaga bir rahmat ilohim salbadaroyton umraton daroz rizqaton faroh martabaton ulug' to dunyo bilan aladdeton shumuhum bayam rahmat hammaga rahmat Onajonlarimiz doim sog' salomat bo'lib yurishsin. Ota-ona borki hayot bor. Bejizga jannat onalar oyog'ida deb aytishmaydi. Ona o'zi 3 so'zdan iborat. Lekin dunyodagi barcha jamiki yaxshi so'zlarni to'plasak ham onani mehriga hech ham teng kela olmas ekan. Onajonlarimiz sog' salomat bo'lishsin. Ana endi yana bitta shoh qo'shiqqa beramiz navbatni. Barcha o'g'illarini, marhamat barcha yaqinlarini davraga yaqinroq taklif qilamiz. Marhamat. دلبر یگانه من شیرین زبانه من یا مرا ببر بهانه یا بیا بهانه من دلبر یگانه من شیرین زبانه من یا مرا ببر بهانه یا بیا بهانه
Dafti